Bilasizmi, qiz bolani qaysidir diplom beradigan dargohga olib kirib o'qitishdan avval hayot ilmini o'rgatishni afzal deb bildim. Chunki hayotda har xil sinovlar, imtihonlar va turmush o'rtog'i bilan qo'lni qo'lga berib yashashlik bor. Diplom esa boshqa masala. U sandiqda chirib, eskirib, chang bosib, abadiy qolib ketishi mumkin. Qiz bolaga ona bo'lishlikni, qiz bolaga ayol bo'lishlikni, qiz bolaga bir xonadonning brilliant, qimmatbaho mo'jizasi bo'lib borishlikni o'rgatishni hozirdan boshlaylik. Yüreğimle yülüp ketken sağınçları yaman. Tavus